Salom hammaga. Bugun sizlar bilan ekub va ekukni o'rganamiz. Endi birinchi ko'radigan narsamiz bu ekub. Ekub degani eng katta umumiy bo'luvchi va buni bajarishimiz uchun bizga 36 va 48 sonlar berilgan. Birinchi qiladigan ishimiz 36 sonini tub ko'paytiruvchilarga ajratamiz. 36 2 ga bo'linadi 18, 2 ga bo'linadi 9, 9 3 ga bo'linadi 3, 3 esa 3 ga bo'linadi. Keyingisi 48 tub ko'paytiruvchiga ajratilganda 2 ga bo'linadi 24, 2 ga bo'linadi 12, 2 ga bo'linadi 6, 6 6 ham 2 ga bo'linadi 3, 3 3 ga bo'linadi. Endi qaranglar. 36 va 48 sonlarini tub ko'paytiruvchiga ajratganimizda bizda mana bunaqa holat bo'ldi. 36 dan 2 ta 2, 3 ta 2. Ya'ni 2 ning ikkinchisi ko'paytirilgan 3 ning ikkinchisi, 48 da esa 2 ning 4-inchisi ko'paytirilgan 3 ning 1-inchisi degan narsa hosil bo'ldi. Ya'ni tub ko'paytiruvchiga ajratilganda. Endi ko'ramiz, ekubda eng katta umumiy bo'luvchi vaqtida ekubimiz 36 va 48 sonlari uchun ikkalasida ham borini eng kichik darajasi. Ya'ni 2 ning kvadrati va 3 ning birinchisi 4 karra 3 12 bo'ladi.